Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi darsimiz parranda tuxumining tuzilishi va kimyoviy tarkibi. Shu to'g'rida biz bugungi ma'ruza matnimizning rejasini belgilab olishimiz kerak. Parranda tuxumining tuzilishi to'g'risida tushuncha, ikkinchisi parranda tuxumining kimyoviy tarkibi, tuxumlarning navlari va sifat ko'rsatkichlariga xulosa berish, tuxumni tamg'alash va tashqi va saqlash tartib qonun qoidalari bo'yicha. Keyingisi parranda tuxumining tuzilishida asosan tuxumning tuzilishi deganda endi tuxumni sizlar yaxshi bilasizlar. Tuxumlar asosan 3 qismdan iborat bo'ladi. Oqsil qismi umumiy massaning 54-60%ni, sarig'i 28-32%ni va tuxumning qobig'i esa 10-14% gacha bo'lganini tashkil qiladi. Keyingisi tuxum endi bu yerda biz birin-ketin ko'rib chiqamiz tuxum oqining kimyoviy tarkibi bo'yicha. Unda parranda turlariga ko'ra tovuqlarda, ko'rkalarda, sisarkalarda, o'rdaklarda va g'ozlarda olingan tuxumlarning biz faqatgina talabalarga ko'proq tovuq tuxumini iste'mol qilganligimiz uchun shu tuxum bo'yicha ma'lumot beramiz. Ya'ni bunda suv miqdori 87,9% gacha, oqsil miqdori 10,6% gacha, yog' miqdori 0,03% gacha, uglevodlar miqdori 0,09% gacha, mineral moddalar esa 0,6% gacha. Shunga proporsional holatda ko'rkalarda, sisarkalarda, o'rdaklarda va g'ozlarda berilgan. Keyingisi tuxumning sarig'i yangi, yaxshi sifatli parranda tuxumining sarig'i tiniq, yaltiroq, qobiqqa o'ralgan, malhamsimon bo'lib, rangi oqish sariqroq, to'q sariqgacha bo'lib, rangning unda o'zgarishi o'ziga orqali tushadigan karotinoidni tarkibiga bo'lishini bog'liq bo'ladi. Tuxum sarig'i och va to'q sariq qavatlardan iborat bo'ladi. Markaz oqimtir, sariq tusda bo'lib, sariq butta bilan to'lgan bo'ladi. Sariqlikda embrion diski joylashgan bo'lib, otalangan tuxumda uning kattaligi 3,35 mm atrofida, oqimtir disk shaklida, otalanmagan tuxumda esa buni kichik, ya'ni 2,5 mm doirasida bo'ladi. Tuxum sarig'ining zichligi 1,028 dan 1,030 ga teng bo'ladi. Tuxum sarig'ining tarkibi qo'ydagi oqsillardan iborat bo'ladi. Avovitilin 67%, levitin 24%, fosfatin 9%, suv 48,7%, mineral moddalar 1,1% gacha, fosfor 0,6% gacha, vitaminlar B1, B2, D, E, K, PP lar mavjud bo'ladi. Keyingisi tuxumning kimyoviy tarkibi sifatida biz yuqorida tovuq tuxumi bo'yicha e'tibor qaratgan bo'ldik. Suv miqdori 74% gacha, oqsil miqdori 12% dan yuqoriroq, yog' miqdori 11,5%, uglevodlar 0,6-0,7%, mineral moddalar 1%, ya'ni bularning tarkibiga kaliy, magniy, kalsiy, fosfor va temir moddalari kiradi va vitaminlardan yuqorida biz ma'lum qilganimizdek, ya'ni aytganimizdek vitamin A, E, B1, B2 va D vitaminlari kiradi. Keyingisi tuxumning kimyoviy tarkibi bo'yicha biz yuqorida bayon qilganimizdek, tovuq tuxumlarida agar suv miqdori 74% gacha, oqsil miqdori 12,8% gacha, yog' miqdori 11,8% gacha, uglevod miqdori 1% gacha, mineral modda esa 0,8% gacha. Bundan tashqari shu miqdorlar ko'rkada 73,7% gacha, oqsil miqdori ko'rka tuxumida 13,1% gacha va yog' miqdori 11,7% gacha, uglevod miqdori 0,7% gacha va mineral moddalar esa 0,8% gacha teng bo'ladi. Bundan tashqari bizda hozirgi paytda tuyaqushlardan tuxum olinyapti. O'shaning uchun o'sha tuyaqushning tuxumida suv miqdori 76,15% gacha, oqsil miqdori 12,56% gacha, yog' miqdori 9,51% gacha, uglevod miqdori esa 0,72% gacha. Tuxumning zichligi, tovuq tuxumining zichligi 1,075 dan 1,085 gacha. Shunga monand sifatida g'oz tuxumi, o'rdak tuxumi, sisarka tuxumi, bedona tuxumi, tuyaqush tuxumining zichligi esa 1,133 dan 1,135 gacha eng yuqori miqdor hisoblanadi. Keyingisi
Tuxumlarning navlari va sifat ko'rsatkichlariga xulosa berishda turli parrandalarning va parrandalarning turiga, zotiga, mahsuldorligiga, saqlanishiga, yoshiga qarab turli vaznga ega bo'ladi. Tovuq tuxumi 45 grammdan 75 grammgacha, g'oz tuxumi 120 grammdan 200 grammgacha, tuyaqush tuxumi esa eng katta tuxum hisoblanib 900 grammdan 2 kilo 100 grammgacha bo'lgan miqdorni tashkil etadi. Tuxumlar saqlanishiga ko'ra ikki qismga bo'linadi. Ya'ni parhez tuxumlar va oshxona tuxumlar. Parhez tuxumlar 7 kungacha bo'lgan va 45 grammdan kam bo'lmagan tuxum hisoblanadi. Oshxona tuxumlari 7 kundan keyin saqlanishi past haroratda saqlanadigan 43 grammdan kam bo'lmagan tuxumlar hisoblanadi. Bularni o'zining tarkibi jihatdan oliy saralangan birinchi va ikkinchi nav, oliy saralangan birinchi, ikkinchi va uchinchi navlarga bo'linadi. Turli parrandalarning tuxumlarining havo kamerasi to'g'risida ma'lumot beradigan bo'lsak, havo kamerasi juda tuxumda asosiy vazifalardan birini ifodalaydi. Tovuq tuxumida bu 2,3 mm dan 13 mm gacha, ko'rka tuxumida 2,5-3 mm dan 8-10 mm gacha, tuyaqush tuxumida esa bu miqdor 5-10 mm dan 18-20 mm gacha teng bo'ladi. Tuxumda biz avoskopda tekshiramiz. Mana avoskop va qo'yilgan tuxumlarni tekshirish jarayoni ko'rsatilgan. Tuxumning nuqsonlari albatta krasyuk, qonli halqa, katta qonli tuxum, tuman, palarda va o'rdak va g'oz tuxumi tayyorlashda quyidagi talablar amal qilinadi. Albatta o'rdak va g'oz tuxumlarini to'g'ridan to'g'ri sotuvga chiqarilmaydi. Ular ayrim mahsulotlar ishlab chiqarishda keng ko'lamda foydalaniladi. Parrandalarning qo'yidagi kasalliklar bilan zararlanganda, gripp, ulat, Newcastle, gambara, botulizm kasalliklari bilan kasallanganda sotishga chiqarilmaydi, yo'q qilinadi. Salmonelloz, kalibakterioz, tuberkulyoz kasalligi bilan kasallangan parranda tuxumlarini esa qaynatgandan so'ng non mahsuloti sifatida ishlatish mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.